Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərlə qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görülmələrimiz bugün 2026 yılı 14 fevral şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cərəyanındakı bulub ötən ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə və mütəxəssislərimizin fikrini, mülahizini ağan şəkildə huzurunlağa sunup kilvatımız. Bugün bu inşallah nəhayət mühim xəbərlərimiz var. Ondaqda başlap kessək birinci xəbərdən başlap. Uyğur qız Ərfiyə 3-cü qıtım parlament əzası bulub saylandı. Mavzuluq xəbərimiz. Bu həftədə əlbəttə mənə məlum bolğandək Yaponiyada 8 fevral ötküzülgən Avam Palatası sayılımında növbətdəki hakimiyyət yürgüzüb atqan Liberal Demokratlar Partiyası mutlaq üstünlük bilan yana g'alaba qildi. Mazkur partiyaga təvə bolğan Ərfiyə Ali xanım bolsa, bu qatim 3-cü qatim sayılışı əlbəttə öz vaxtıdımı nəhayət tuncu qatim saylanğandan tatib hazırgacha istiqlalda əlbəttə bütün dünyadakı xalqımız xoşallanğan, fəxrlənən bir iş bulub gəlganligini hamımız bilimiz, qadirli görülmələrimiz. Yaponiya siyasi tarixida 1955 yıldan bu yanqı ən yuqarı nəticəyə erişkən partiya deb qaralıyotdi hazır mazkur partiya. Müşunda bir küçlük bir partiyada AQA'dan saylanışı bir Uyğurninki əlbəttə hamımızı suyundurduğan məsələ. Yaponiyada şunda bir gap barkən siyasetçilərin bir qatım siyasetga kirib qalish bir ta'lay hamda bo'lishi mumkin, ta'liyin gap qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchi, uchinchi qatim yana saylanib, yana siyosat qila olgan bo'lsang, u shu shaxsninki o'zini isbotlaganligininki, xalqning qizg'in qo'llashiga erishganligininki natijasi uning eng chong isboti deyilgan. Albatta Ərfiyə xanımning bu şəkildə arqa-arqadan g'alaba qilishi suyundurduğan bir məsələ. Yaponiya baş vəziri Sanae Takaichi vəzifəyə oturub bu qatimki 3-cü qatim bu saylam vəzifəyə oturub faqat 3 aydan keyin ötküzülgən bir saylam oldu bu. Şundaq bir qısqa müddətdən keyin ötküzülgən bolsa, yəni bu partiyanın nəhayət küçlük şəkildə g'alaba qilishi dünyanın diqqətini tartqan bir məsələ. Nəticədə yəni şu partiya Liberal Demokratlar Partiyası Avam Palatasıdakı 465 orundan 316'sıga erişib g'alaba qilgan. Bu Liberal Demokratlar Partiyasının 1955 yıldan bu yan ən yuqarı orunga erişişi hesablanıkan. Ularning ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiya Yenilik Partiyasi erişkən 36 orunni qo'shganda Sanae Takaichi rahbarligidagi siyosiy ittifoq mutlaq üstünlük bilan Avam Palatasıdaki 352 orunni egallagan bo'ldi bu qatimki saylamning natijasidan keyin. Avam Palatası saylamning natijasi Sanae Takaichi rahbarligidagi yangi hukumat o'tirg'i chiqarib atgan siyosiy, harbiy, iqtisodiy islohotlarning shundaqla Xitoyga tutgan qattiq qo'l bosh egmas pozitsiyasining zo'r qo'llashga erishganligini ko'rsatmoqda. Yapon xalqi tarafidan növbətdəki yürgüzülüyotgan siyasətinin qo'llashga erishilayotganligining bir isboti deb ko'rsatilmoqda. Shundaqla bundan keyingi qarorlardagi to'salg'ular elib tashlandi hamda navbatda Takaichining oldida degan shaklda qaralmoqda. Yaponiya siyosiy sahnasida chaqnayotgan Uyg'ur qiz Ərfiyə Chiba 5-rayondagi saylamda uftuq qazanib 3-cü qatim Avam Palata a'zoligiga yuqori deganimizdek saylandi. O 2023 yılı 4-cü ayda, 2024 yılı 10-cü ayda ötküzülgən saylamda 2 qatim Avam Palata a'zoliqini qo'lga keltirgan edi. Ərfiyə xanım 1988 yılı Yaponiyanın Fukuoka nahiyasi tug'ilgan bo'lib, yapon tilidan boshqa Uyg'urcha, Xitoycha va inglizchani pishiq biladiganligini hamma xalqimiz biladi. U ilgari Washingtondagi Xalqaro siyosat instituti, Dunyo bankisi, Yaponiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy turishliq ish bajarish o'rni qatorliq o'rinlarda ishlagan bir xonim. U yana Yaponiyaning Xitoyga qattiq qo'l siyosat yurgizishi kerakligini izchil ta'kidlab kelgandan sirt hammamizga ma'lum bo'lgandek bir qism ziyoratlarda mayli Uyg'urlar bilan o'tkazgan ziyoratlar bo'lsin yoki boshqa televizor suhbatlarda bo'lsin,
Uyg'urlar haqida ovoz chiqarib kelmoqda. Bu haqda amaliy harakatga o'tish kerakligini ham Yaponiyaning amaliy harakatga o'tish kerakligini ta'kidlab kelayotgan bir siyosatchi navbatda. Hamda bundaq bir vaziyatda Yaponiya parlamentidagi bu mutlaq ustunlik Xitoyning rayondagi tajovuzchilikqa qarshi turishda Arfiya Aliga o'xshash siyosiy yo'llarning qo'lini va harakatini qanchalik kuchaytirdi bundan keyingi siyosatda. Buni albatta Uyg'urlar yaqindan ko'rsatayotgan bir masala. Sanoat Takaichi xonimniki Xitoyga bo'lgan qattiq qo'l pozitsiyasini albatta ilgari biz Erkin Akram apandim bilan o'tkazgan suhbatlarda o'tirib qo'ydik tafsiliy holatda. Xitoy bilan munosabat shu bir og'iz gap bilan hozirgacha o'tirishdagi Xitoy Yaponiya orasidagi yirikchilikni hamma ko'rilmalarimiz, bilisizlar qadrli ko'rilmalarimiz. Hamda bu Yaponiyaning kelgusi oldimizdagi yillardagi siyosatida Xitoyga qarshi sistemlik bir harakatning texnik kuchaydiganligining ham ishorati bo'lishi mumkin deb qaralib paraz qilinadi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerika Xitoyning maxfiy yadro sinovi qilganligini aybladi. Bu Amerika Harbiy ishlarga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Thomas Dinanno tarafidan Xitoyning Yushurun yadro sinovi ilib borganligini oshkorladi. Bu albatta bu haftadagi muhim intayin diqqat tortilgan bir xabar. Amerika hukumati Xitoyning 2020 yili Yushurun yadro sinovi qilganligini rasmiy oshkorlagan bo'ldi-da endi bu. Xitoy yer tebrashni tekshirish uskunalarini aldash texnikasini ishlatib, butun dunyodan nimani yushirmoqchi degan savollarni albatta tug'diradi. Amerika ovozida berildi bu xabar. Thomas Dinanno oldingi juma Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi bosh shtabida o'tkazilgan harbiy qisqartirish suhbati yig'inida so'z qilib, bugun men shuni oshkorlaymanki, Amerika hukumati Xitoyning yadro sinovi qilganligidan xabar topdi degan jumlani ishlatdi. U Xitoyning 2020 yili 22-iyunda maxfiy yadro sinovi qilganligini bildirdi va Xitoy harbiy qismining yer tebrashni tekshirish unumdorligini tövəllədigan bir xil usuldan foydalanib, tashqi dunyodan bu sinovni yoshirishga uringanligini o'tirib qo'ydi. Va buni o'tirib qo'yib aybladi Xitoyning bu qilgan qilmishlarini. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa bultur 11-oydagi bir televiziya ziyoratida Xitoy bilan Rossiyaning cho'nqur yer ostida yushurun yadro sinovi qilayotganligini bildirgandi. Shu vaqtda kun tartib bo'lgan masalalarning birisi bu. Va Amerikaning cho'qim yadro sinovi qilish kerakligini ta'kidlagan edi Trump o'z vaqtida. Oldingi hafta muavin tashqi ishlar ministri Thomas Dinanno bo'lsa buni rasmiy tariqada oshkorlagan bo'ldi bu qatim. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio bo'lsa qadrli ko'rmalarimiz o'xshash kunda e'lon qilgan yozmasida Xitoyning yillardan buyon kelishimlarga qaramay, masalan, nurg'un kelishim bor yadro bombalarining yadro qurollarining kengayib ketishining oldini olish qatorliq degandek. Bu kelishimlarga qaramay yadro qurol ambirini izchil zo'raytib kelayotganligini 2020 yildan buyon yadro quroli zapasining 200 taldan 600 talga ko'payganligini 2030 yilga borganda 1000 dan eshib ketishi mumkinligini kim Marco Rubio bildirdi buni. Albatta bu Xitoy dunyoni yadro urushi bilan tahdid selishga tayyorlik qilyapti degan savollarni tug'dirdi. Shundaqla Amerika amaldorlari bayonlarida Xitoyning qaysi joyda yadro sinovi qilganligini aniq tilga olmagan bo'lsa-mu, hammamizga ma'lum bo'lgandek Xitoyning Sharq Turkistonda bo'lib shu Lopnor da ilgirki yillarda qanchalagan qatim bu yadro sinovi qilganligi nurg'un dokumentlarda e'lon qilingan masala bo'lganligi, bizning vatanimizni yadro sinovi qildigan bir joyga aylantirib nurg'un u yerda xalqimizning har xil kasallik, o'lib ketish, hech ko'rilib boqmagan burun shunday kasalliklarning paydo bo'lishining sabablarining hammasini nurg'un shohidlarningki guvohligi bilan ilgirki yillarda o'tirib qo'yilayotgan bir masala bo'lganligi uchun bu qatimmi bu masala o'tirib qo'yilganda bu yangi maxfiy sinov Uyg'ur xalqining salomatligi va zamini uchun yana qandaq bir yushurun qirg'inchilikni elib keladi degandek
suallarını albatta tug'dirgan bir masala. Xalqimizni vayron qilish, zaminimizni bulg'ash, ekologik muhitni. Xitoyning bu vatanimizda elib borgan bu dafsandichiliklari, tajovuzchiligi ma'lum bir masala bo'lganligi uchun bu qatimmi bu nuqtaga ham albatta diqqat tartilishi kerak bo'lgan nuqtalar bu qadrli ko'rmalarimiz. Donald Trumpning ya'ni Amerikaninki shu Amerikani yadrosini qilish kerak degan chaqiriqlarga qarasak, dunyoning yangi bir yadro qurollanish musobaqasiga, baygisiga kirayotganligidek bir amaliyotni shu yaqinqi yillardan buyon aniq ko'rib turibmiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tsak, yangi qonun loyihasi o'tirg'i qo'yildi. Bu qonun loyihasi Xitoy Tayvanga hujum qilsa, dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib etildiganlikqa aloqador bir qonun loyihasi. Amerika Avam Palatasida 9 fevral mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan bir qaror Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi ismida ma'qullangan bo'ldi bu qonun. Qonun loyihasida Xitoy Tayvanning bexatarligiga tahdid elib keladigan harakatlarni qo'llangan taqdirda Amerikaning Xitoyni dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib etishi kerakligi ta'kidlandi. Amerika ovozi berildi bu xabar. Albatta boshqa nufuzli axborotlarda ko'plab tilga olingan berilgan xabar. 395 ovozning qo'llanishi, 2 ovozning qarshi chiqishi bilan ma'qullangan. Yani her iki partiyadan Cumhuriyetçiler, Demokratlar bo'lsin, yani en ko'p ovoz bilan qabul qilingan bir qonun loyihasining birisi. Resmi qonunga aylanish uchun hammamizga ma'lum bo'lgandek, Kengash palatasida ma'qullanishi va prezidentning imzolashi kerak albatta. Oldimizdagi mutaxassislar buniki bunday ko'p sonliq ovoz bilan qabul qilinishining o'zidan oldimizdagi bosqichdan nihoyatda oson o'tadiganligini o'tirib qo'yibdi. 395 ovoz bilan ma'qullagan Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi Xitoy uchun bir amaliyotda bir iqtisodiy o'lim jazosi bo'ladi va agarda amaliy qonunga aylansa degan shaklda analizlar var. Agar prezident qonun loyihasidagi moddalarga asoslanib turib, Xitoyning qilmishlari Tayvan xalqining bexatarligiga, jamiyatga va iqtisodga tahdid elib kelgan va bu sababli Amerikaning manfaati ziyonga uchratganligini bekitgan taqdirda Amerika Moliya Ministrligi, Federatsiya Zapas Komiteti ve aksiya birjisi komiteti qatorliqlar Xitoy vakillerini 20 davlat guruhi, Xalqaro Raschyot bankisi, Pul muomala muqimlik komiteti, Basel banki nazorat komiteti, Xalqaro sug'urta nazorat birlashmasi, Xalqaro aksiya nazoratchilik tashkiloti qatorliq organlardan chiqarib tashlash uchun harakatga o'tdi ekan. Qonunga aylanganda Amerika prezidenti, shu vaqtdagi prezident kim bo'lsa bo'lsin, bu qonunga aylanib ketsa, Tayvanga bir qadam bosgan hamon bu yuqorida so'zlangan shuning hammasini ijro qilish uchun harakatga o'talaydi. Prezidentga shunday bir huquq berish qonun loyihasi. Mazkur qonun loyihasini sungan parlament a'zolari Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishdan ilgari parlamentning buningga o'xshaydigan jazo yurgizish mexanizmini o'ttirg'i chiqarganligini, Amerikaning Janubiy dengizdagi kunsiri kuchayayotgan zo'migarlik qilmishlariga qarshi bir aktiv siyosatning zarur ekanligini, bu qonun loyihasi orqali agar Xitoy Tayvan bilan to'qinishish g'arazida bo'ladi ekan, oqibatiga tayyorlik qilib qo'yish kerakligidek signal berilganligini ta'kidlagan. Kimlar bu qonunni o'ttirg'i qo'ygan parlament a'zolari. Albatta bu yerda shunday savollar tug'ilishi kerak. Amerika nima uchun Rossiyaning Ukraina tajovuzchiligidan olgan tajribasini Xitoyga ishlatishga boshladi? Bugun buni qilishimiz kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu Xitoyga berilgan oldin ogohlantirish misolidagi bir jang e'lon qilishmi degandek savollarimizga javob izlaymiz birdamdan keyin. Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika uni dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib tashlaydiganligini jakarlashi, bu albatta bunday bir ahvol yuz bergan vaqtida Xitoy bugungi hukmiyatgan dunyoga beshamda qilayotgan iqtisodiy orqali nurg'un yo'lsizliklarni qilayotgan Xitoy yana qanchalik mavjud bo'lib tura oladi bu iqtisodiy besim,
bu vayronchilikdan keyin degan masalalar albatta o'ttirg'i qo'yilayotgan bir masala. Xitoyning Janubiy dengizdagi zo'migarligi bizga ma'lum bo'lgan bir masala. Nima uchun bu yerda Amerika harbiy kuchdan bakarak pul muomala qurolini ishlatishni tanladi? Bu usul Xitoyning Tayvan orzusidan voz kechishiga sabab bo'lamdi degandek albatta nurg'un savollar o'ttirg'i qo'yilishi mumkin. Demak, bu xabarlarni hamda biz yana bir CIA'ning xabarini hurmatli doktor Erkin Akramni ziyorat qilamiz bugun. Uning oldida bu haftadagi muhim xabarlarimizdan yana bir ikkini o'qib o'taylik. Sudan armiyasi tarkibida vazifa o'tayotgan Bayraktar Akınji qurolli uchquchisiz aeroplanni Janubiy Kordofan atrofida ijro qilingan harakatda tez yordam berish qismlariga tava Xitoyda ishlangan FK-2000 tiplik havo mudofaa sistemasini Türkiye'nin Roketsan şirketining yuqori aniqlikdagi bombasi bilan dal zarba berib, parçaqlab tashildi. Bu albatta mayli Türkiye axborotlarida jiddiy nim bo'lgan bir xabar bu. Amaliy Türkiye'ninki qurol shu sohasida, mudofaa sohasida qanchalik kuchlanayotganligini bildirgan. Uning yendiki ham bu hafta Saudiya Arabiston poytaxti Riyodda o'tkazilgan Dunyo mudofaa ko'rgazmasida Amerika, Turkiya, Xitoy va Janubiy Koreyaning mudofaa sanoati ishlab chiqaruvchilari mahsulotlarini tunishtirgan bo'lib, Xitoy uchquchisiz aeroplanlarni eksport qilish jihatda Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreyaning orqasida qolgan. Turkiya navbatda dunyodagi 11-cho'ng qurol eksport qiluvchi davlatga aylangan. Shu yaqinqi yillardan buyon albatta ko'rib turibsizlar. Mayli insonsiz, ya'ni uchquchisiz, qurolsiz bu aeroplanlar masalasi bo'lsin. Ukraina urushida ishlatildi bu qurolli insonsiz uchquchisiz aeroplanlar masalasi. Va boshqa Turkiyaning mayli shu tikuchar aeroplanlar masalasi bo'lsin, qadrli ko'ruvchilarimiz. Shu yaqinqi yillarda ko'plab tilga ilinayotgan o'zini qamdash jihati qurol sohasida o'zini qamdab qolmay, balki dunyoning nurg'un davlatlarga eksport qilish masalasida ko'z ko'rinayotgan bir jihatni ilgarilayotdi. Bu albatta islom dunyosi uchun, turk dunyosi uchun xo'shallanarli bir taraqqiyot va bundan keyingi planlar albatta nihoyat yuksak darajada ketyapti Turkiyaniki. Xo'sh, endi biz bugungi bir qancha xabarimiz uchun Erkin Akram ustozni ziyorat qilsak. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Doktor, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Men sizlarga rahmat aytaman. Oldi bilan biz shuning bilan boshlasak, shu CIA'ningki bir qisqa video e'lon qildim, Amerika Markaziy istixborot idorasi. Shuning bir qisqa videosi va biz tunugun muhim xabar qilib e'lon qilgandik. Amerika Markaziy axborot idorasi CIA Xi Jinpingning yuqori darajalik harbiy amaldorlarni ko'zdan yo'qitishidan keyin yana bir qatim Xitoy tilida sirli xodim qabul qilish e'lonini tarqatdi va ko'rinishlarda bevosita Xitoyning harbiy xodimlari nishonlandi. Bundan g'azablangan Xitoy tashqi ishlar ministrligi albatta buningga chiqishib biz butun tadbirni olamiz u bu degandek bayonot e'lon qilgan bo'ldi. Shuni ovozli bir qo'yib anglab o'tib, uning keyinda buningga qarata bir fikringizni olmasak. 这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。然而日复一日，真相越发显而易见，领导们真正在保护的只有他们自己的私利，他们的权力建筑在无数的谎言上，但现在这些谎言壁垒逐渐坍塌，最后留下给我们的就是收拾残局。任何有领导能力的人必定遭受忌惮，被无情绞杀。我不能让这些狂人来塑造我女儿未来的世界。历史经验告诉我们，不战而胜者才是最大的赢家。但这些未经战火的人却迫不及待想让我们投身沙场。我是个战士，我的职责是保卫人民，守护祖国。选择这条道路，
就是我为家为国的战斗方式。Doktor Hamdi, bu üçüncü qatim e'lon qilinishi bo'ldi shu yaqinqi yillarning ichida. Bo'libmi o'tgan haftalarda biz sizlar bilan suhbatlashgan shu harbiylarningki yuqori generallarning ko'zini yo'qotilishidan keyin buningki e'lon qilinishi va ishlatilgan so'zlar bu rasmiy hamda Xitoyni qattiq bearam qilgan masalalardir. Siz buningga bo'lgan fikrlaringizni anglasak. Bu bekle uçuk aşkar bir reklam oldu. Bu buldu 5. aydaki karganda o siyasilerge, siyasiyonlarga kartırgan. Ondan evvel hem de puhrala kartırgan. Makitim hem de askerler karatılgan bu video bütün dünyanın hayran kıldı. Yani bunda uçuk aşkar Xitayga kartılgan bir siyaseti bile hazır Trump Xitayga ziyaretke barman, Xitay bilen münasebetini yakınlaştırman, Xi Jinping menenki isil dostum degan siyaseti bilen pek okuşmayvatıdı. Demek Amerika'nın güçlengen tarafı var dep oylayman. Bunun birincisi belki şu Xitayda harbiy tüzüm cette, harbiy siyaset cette ötken bayasız degandek çoğun özgürlükler bok ketdi. Yani dünya bununla hayran kaldı. Nima üçün bundak harbiylarninki hammasini tazlab tashlaydi deb. Tabii o'tganki bizim programda dedik buni hozirgi mevcut siyosiy ilmi bilan emas, Xitoyninki siyosiy madaniyati bilan tushunish lozim dedik. Bu vaqtida undan tushangil bo'ldi deb. Bu Amerika CIA belki yığımı işçideki ahvallarını iniq biliş için bunda bir propaganda kılgan buluş mümkün, çakırış propaganda. Yani bu harbiylerin ki işçideki tüzümlerini, vakalarını, münasebetlerini, yani bu kuru ve tüven derecedeki emeldarlarının ki buyruk biriş tüzümlerini yığımı iniq uyguniş için bunda işbirliğine ihtiyaç bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Çünkü bayağı degan o meselelerini iniqlash uchun. İkincisi belki propaganda ismiga loyiq, yani teşvikka loyiq Xitoyninki harbiy ichidagi bu tuzumini, sistemini bir buzuş. Hozir Xi Jinping buzib berdi deb tushundi. Çünkü o emeldarlarını ötkenki programda mı dedik, emeldarların eptaşlığındaki o emeldarlarının yükseltken, ya ki o emeldarlığa biat kılan, tabi boğan o orta ve töven derecedeki komutanlarma bayağı, askerlerme başlıklarma bayağı, ular narazı bulur. Şununla ulanın içini mi kozgandırış için, yani Xi Jinping hakimiyetiyle karşı, bir teşvikat kılvatgandek mi görünüyordu. Belki biz bilmeydiğimiz başka sebepler mi vardı dep o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Doktor Hamdi, her qatimqidek bu qatim Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tushunishib biz bütün tadbirni olamiz u deb dedi Hamdi. Lekin sizcha Hamdi shunda eng cho'ng Xi Jinpingning eng yaqin do'stlarini yo'qotayotgan bo'lganki bir vaziyatda bunda bir videonun bütün şu qandaq fikir yollash usullaridan tatib o'rgatgan nomerlari hammasi qoldirilgan bir Xitoyninki harbiylarmi töven tabaqadagi boshqa nurg'un harbiylarmi o'zining kelgusini ansirab bo'lsin masalan bunda bir chiqish yo'lini bundan keyin tayyor meni qutqizadigan bir nima bor ekan davlat bor ekan deb tugun mening beshimga kelishim mumkin deb Xitoyning ichida shu harbiy amaldorlarning ichida nurg'un kişilerin Xitoydan qutulish uchun bundan keyin biz tadbirni olamiz deb Xitoy qancha qilgan bilan tadbir ep bo'lmaydigan shaklda yo'llash ehtimoli yuqormi sizga yani Amerikaga? İhtimal. Misalga burunma Xitoy şu CIA'ningki Xitoy şpiyonları çinib qolgan vaqtida
Xitoydagi mushu CIA için xizmat qilgan nurg'un odamlarni hammasini etib tashladi. Yani bu Xitoyning ichida CIA için ishlaydigan odamlar bor degan gap. Xo'sh. Bu sizin degan bu Xitoy Tashqi ishlar ministrligining so'zchisining gapini misolga Xitoyningki mush Tashqi ishlar ministrligining tor betiga qo'ymadi. Ha. Bu savol so'rilibdi, javob berilibdi. Nima deb bu tor betiga boshqa savollarni, boshqa javoblarni qo'yib, mushni chiqarib etadi deganmi bir g'ayritabiiy ahvol hamda. Ya'ni Xitoy xalqimi bilmasin dedimi? Ya'ni yoki boshqa bir ansirashlar bormi, qo'rqishlar bormi? Bumi bir g'ayritabiiy ahvol. Yani bütün xalqaro muxbirlarga javob berib bo'lib, bundan keyin boshqa savol javob namini yozib bizdan ma'noga kelganda bermaslik. Hamda kelayli CIA'ninki masalasiga. CIA'ninki bu felsefesinde bir gap bor. Har qanday odamning bir bahosi bor deydi. Yani shpion tepish uchun tas emas degan gap hamda. Ya pul bilan, ya mansab bilan, ya başka bu qimmatli narsalar bilan, ayol xotin kishilar bilan va yoki ideologiya bo'lsa, uningga ideologiya loyiq bo'lgan ba'zi manfaatlarni berish bilan shpionlarni qo'lga tushirgili bo'ladi deydigan bir gap hamda. Xo'sh. Xitoychadami bir gap bor, ya'ni yuqori bir manfaatga qarshi har qanday vaqtda qahramon adam chiqadi deydi. Bu gapning o'zimi shu, agarda to'g'ri manfaatni bera olsang, baribir adam chiqadi degan gap. Shuningga bu CIA'ninki bu reklama bilan yoki bu propaganda reklam bilan mencha Xitoyda bunday odamlar chiqadi. Nurg'un sabab bor. Birisi hozir degan manfaat uchun, xil manfaat emas sanab o'tdim. Yana birisi hozir Xitoyninki siyosatida pek nacharlashib ketgan ahvol bor. Yani qonun ishlamayotdi, huquqni bir odamning qo'liga tushdi. İzleyotganlar izleyotdi. Derdini tushundiradigan, anlatadigan yemi yo'q. Yolsuzluk ve çiriklik her yerde bor. Shu. Bundan vaz geçip yoki bundan nefret qilib, nim bo'lsin deb CIA için xizmat qiladigan odamlar chiqadi deb o'ylayman. Hamda burun shu Japoniyami Xitoyni ishg'ol qilgan chaqdimi, Japoniya uchun ishlaydigan shpionlar yomon chiqdi. Yani hammasi Xitoy hamda. Tarixidami bunday ahvollarmi bor? Shunga bu CIA uchun ishlab beradigan odam chiqadi deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. CIA'ninki doktoramda mushunda Xitoyga Xitoyning ichidan odam o'ziga odam setib olishdan hamda. Mushunda mush darajada film ishlab qildigan o'rnaklar Xitoydan boshqalarga masalan CIA bence uchratindi masalan belki diktator davlat olmasa ham boshqa bir davlatlarga bunda ularning xalqining, ularning hukumatining odamlarini setib olish uchun bunda bir video siniq narsa ishlab bir o'rnak bormi bundan boshqa? Xitoylik yipiqliq bir davlat bo'lg'achqa, nima tushunganligi, nima planlaganligini bilish biroz qiyin bo'lg'achqa, Xo'sh. bunda bir nimani qilyotdi deb o'ylayman. Boshqa davlatlarda CIA aslanla o'zining odamini topalaydi. Hamda ba'zi davlatlarda men CIA için ishlab beray deydigan normal odamlar bor. Chunki maosh yaxshi bo'ladi. Undan keyin bu hayajon, bunday qiziqarlik Filmlerde öyle. undaqlarni xohlaydigan odamlarmi xili bor. Xo'sh. Shuningga ben ishlab beray deb murojaat qilgan xilchi odam bor. Amerikaning ichidami, shunda g'arb davlatimi shunda. Ma Xitoyga kelgan chaqda davlat chin tutdi emasmi? To'g'ri. Boshqurishlar chin bo'lg'achqa, u yerda hamda shunday bir reklam qilish. Bu reklamninki boshqa maqsadimi bor dedim bayon. Ya'ni Xitoyning ichida shunday bir ansirashlarni yaratish yani. Xo'sh. Umi bor. Shuning reklamni shunday To'g'ri. hammadan ko'rsin deb necha minut ishlab qilishi
Hem de Amerika üzgün belki bu teknoloji işinde ben hazır mahbi bir nesne yol ile sizler bilen alaka kurmaya Xitay hükümetimi bilemeydi. De bu garantini beğendikim, bu işençiliğini beğendikim. Yani çıkma, bombasıma Xoş. el bir adamlar siyahi için işleydi de böyleyim. Mesela bir neçə yıl evvel şu Xitayçısı Pony, Xitayını yaxşı bildiğin adamlar siyahiga alımız depma kıgan. Bence nurgun adamlarımı o yerge kırıp işlevatıdı dep oylayman. Yani bu iş belki Amerika'nın küçükken seviyede bir işbirliğini tapamız ama Xitayning ichidagi shu harbiy siyaset, iqtisod, texnologiya, ma'rif degandek har sohadagi odamlarni topalaydi deb o'ylayman. Xoş, xoş, xoş. Köp rahmet. Ma xabarla alakası yok ama lekin tünügün şu xabarni e'lon qilganimizdan keyin akşam keşlerden başlap ijtimoiy uçur vasıtlarına bir xabar uçup yürüdü. Muhalefetçi Xitaylarning torbatlarida chiqyapti hozir. Bu Vinjabovning uyiga Xi Jinping adamlar bastırıp kirib aqtirib u yerda masalan şu sekreteri Vinjabovning sekreteri bilan qo'shib 10 ga yaqin odamni tutqun qilganligi haqida. Siz bu vaqtda boshqa bir yangi bir xabarga erishdingizmi? Nima ishlar bo'lib ketyapti? Bu xabar xeyli baldırlı bir xabar bo'lgan, ama bu resmi xabarlarda chiqmagan hamda. Ha. Şu sirtdagi, chet eldagi Xitoylarninki Xoş. xabarlarda bo'lgan. Yalğızla Vinjabov emas, yani o'tmishdagi amaldorlar, pensiya chiqib bo'lgan amaldorlarni uyga kirib mushta tekshirib qilyotdi deydi. Demak, agar rost bo'lsa, demak Xi Jinping o'zini bekla ishonchsiz bir muhitda yashayotganini his qilayotgan o'xshaydi. Yani bu yangi programda dedik, bu Xi Jinpingning gumondarlik bir psikologiyasi seri yükselayotganligini To'g'ri. ve o'tganimda dedik, bu hükümdarlar şu bütün mutlak güçünü qo'liga tushgandan keyin ondan keyin tövenge qarab mangdu deb, yani acizlashga qarab mangdu deb bir qancha tarixchilarimiz deb bergan o'tganda. Xoş. Shuni agarda siz degan shu xabarlar rost bo'lgan bo'lsa, demak ki Xi Jinping'ninki o'rni seri bu ishonchsizlik tuyg'usi bilan devam qilayotgan bir ahvol mevcut deb tushunsak bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi yana bir masala shu bu Amerika shu Xitoyning maxfiy yadro siniq qilganligini e'lon qildi bu qatim. Masalan 2020-yili Yushurun yadro siniq qilganligini rasmiy oshkorlab, buni Amerika muavin tashqi ishlar ministri Thomas Dinanno Xitoyning Yushurun yadro siniq qilganligini Cuma günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'da ötküzülgen baş ştabıda qilgan shu yerdagi yig'inda men bugun shuni oshkorlaymanki, Amerika hukumati Xitoyning yadrosini qilganligidan xabar topdi deb buni dedi va o'xshash kunda Tashqi ishlar ministri Marco Rubio bir bayonot e'lon qilib, yozim bayonot Xitoyning shu yillardan buyon mavjud kelishimlarga qaramay yadro qurol ambirini izchil kengaytayotganligini, 200 dan 600 ga ko'payganligini, 2020-yildan buyon Xitoyniki yadro qurolniki 2030-yilga borganda 1000 dan oshib ketishi mumkinligini bildirdi hamda. Hamda siz bilan yillardan buyon suhbat qilyapmiz. Vatanimizningki Xitoyning bu yadro qurol sinaq qilish lobnur shu nurg'un xalqimizning o'ltirilganligi shu sababdan ham nurg'un ilgari bo'lib boqmagan kasallar mavjud bo'lganligini bu yillardan buyon tartishib kelayotgan masala hamda. Bu qatim hamda 2020-yilda qildi Yushurun deb bu o'tirg'i qo'yildi. Sizning bu vaqtdagi fikringizni bu xabar haqida. Xitoy 96-yilgacha, 1996-yilgacha sınaqni ilib borgan. Ba'zilarini shu yer ostida, ba'zilari yer ustida ilib borgan. Ma'lum bir tecrübege sahip oldu ve sanını bilmeymem. Xeyli bir sanıgacha bu atom bombasını işlep çıkardı hem de. Hidrojen bomba mı var? Xoş.
1996'dan keyin xalqaraga söz berib, bu sınaqni to'xtatgan. Faqat yaqinqi yilda bu ahvollar o'zgaryapti. Bo'libmi 2016'dan keyin Xi Jinping shu G'arb bilan munosabati ziriklashgandan keyin, ondan keyin Amerika bilan munosabati ziriklashgandan keyin Xitoyda bir tushuncha paydo bo'ldi. Ya'ni yuksalgan bir Xitoy G'arb davlatlari bu jidalning mevcut bo'lganligini, jidalni hal qilishning qiyin bo'lganligini hammamiz bilamiz. Jidalningki eng oxirida hal qilish uslubi jangdir. Shuningga Xitoy o'zininki shu qurollarni ishlab chiqarishni, mayli aeroplan bo'lsin, mayli raketa bo'lsin, kiyim, urush kiyimlari, parxodlari bo'lsin va Ukrainadan, Rusiyadan, UAB'dan olgan shu qurol texnologiya bilan o'zininki qurollarini yuksaltishga tirishdi. Xi Jinping ochiq aniq dedi, jang qila oladigan va jangni uta oladigan va dunyoninki birinchi navbatdagi harbiyni yetishtirmek lazım deb o buyruqlarni tushirgan. Shuningga harbiy sahasında Xi Jinping o'zi harbiy bo'lmasimi to'la aralashib, to'la o'zgartib kelgan. Onun sebebi shu kelgusida bu jidallar hal bo'lmay, misal diplomasiy jihatdan hal bo'lmadi, dialog yo'li bilan hal bo'lmadi. Oxirida yana shu jang bilan hal bo'ladi deb. Shuningga Xitoy o'zininki qurollarni yanglashda va kuchlantirishda tirishib kelyapti. Shuningga o'xshash hamda atom bomba, hidrojen bomba degandek, unda bombalarninki neutron bombaninki qo'lida bunda bir bombalar bo'lib qolsa, u vaqtida undan taqabul tura oladiganga ishongashga mencha bu maxfiy sinoqlarni ilib kelyapti deb o'ylayman. Buning sonini ko'paytgan sari Amerika ya da Rusya ya da boshqa davlatlarga taqabul tura oladi. Xitoy buni yushirishning sababi hamda o'zi so'z berib, yana yushirim buni ishlab chiqarishni tezlashtirgan meselesini hamda yushamoqchi. Hamda ikkinchisi Xitoyninki shu atom bombaning soni nayda az bo'lg'ashqa, unda mingdan ko'p bo'lgan Amerika, Rusya o ikkisi muzokara qilsin, o ikkisi kelishib bir-birini cheklasin, bizni cheklamasin degan bir niyat mi bor. Undan boshqa Xitoy agarda atom bombani ishlab chiqadi deb shu gaplar o'ttirg'i chiqsa, misolga Xitoydan ansirayotgan davlatlar Japoniya, Janubiy Koreya, Tayvan, Filippin degandek davlatlarmi shu atom bomba ishlashni talab qilishi mumkin. Hozirdan boshlab Janubiy Koreya Amerikaning shu atom bomba qurollarini Janubiy Koreyaga yerlashtirishga boshladi. Japoniyaning ba'zi hukumat amaldorlar biz atom bomba ishlab chiqaraylik, buning qarorini olaylik deb dedi, ama tanqidga uchrab ketdi. Tayvan 1968'da shu atom bomba ishlab chiqara oladigan kuchga ega. Hozir shu ham moddaları, malzemeleri bormi? Shuning Xitoyninki bu xil maxfiy bu sinoqni ilib bo'lsa, yaratadigan pash bo'lib qolsa, maxfiyat pash bo'lib qolsa, yaratadigan nurg'un xavflarmi bor Xitoy uchun. Ma'lumki xaritaga qaraydigan bo'lsak, osmondan yerga bunday bir qaraylik. Xitoyning atrofida shu atom va atom kuchiga, atom bomba va atom kuchiga ega bo'lgan davlatlar yamanchiq. Ya'ni Xitoy shu atom va atom qurollarga ega bo'lgan davlatning orasida, o'ttirisida turib qolgan gap hozir. Shuningga bu Xitoyning o'ylashadigan jiq masalalar bor. Amerika hozir Trump hukumati deydi, senmi kem shu muzokaraga desa, Xitoy hozir unmayapti. Xuddi 1996'da Amerika bisim ishlatgan kem shuni muzokara qilaylik 3 davlat birlikte, yani Sovyetler bilan birlikte, Rusya bilan birlikte ishni hal qilaylik deb Xitoy unmagan. Hozirmi
o'xshash 1996'daki ahvolga o'xshayotidi. Xitoy birinchi Xitoy uyushiryotidi. İkincisi men muzokaraga kelmayman deydi. Üçüncüsü men yadro qurolini ishlatmaydigan davlat. Birisi menga hujum qilsa men ishlatmayman deb ajnaq prinsipni jakalab kelyotidi. Demek ki neçe yıl 30-40 yıl ötep kesimi az zihniyet o'xshash bo'lganlikni. Xo'sh. Ko'p rahmat. Tayvanning masalasi tilg'anib qoldi. 9 fevralda Amerikada yana bir qonun ma'qullandi. Shu Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi. Bu qatim hamda agarda Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Xitoyning dunyo pul muomala sistemasini chiqarib o'tadiganga prezidentga huquq beradigan bir qonun loyihasi. Tafsilotini abay xabarimizda berdik. Hamda 395 ovozning din bilan nəhayət yüksək qəbul qılınıbdı. Sizcə əgər də bundaq bir iş əməlgə eşib qalsa, Xitay dünya pul nurgun həmmə cəhətdən sıxılıb qançıq pul tərəf turalaydı məsələn bunun əməlgə eşişimiz qançıq deyəndək. Əməlgə aslı qandaq ziyan uçuraydı Xitay. Pul muamelesi cazası Xitayga biraz qiyin oldu deb o'ylaymandı. Birisi şu Xitayning qo'lida nurgun dollar var. Xo'sh. Dollarni bir kural kılıp işletileydi. Misalıga deyli, şu Amerika dollarini xalqaro bozorga birli satadigan bo'lsa, o Amerikanınki iqtisodiyotga ziyon beradi. O'xshashlar Amerika mı qilalaydi? Misalga dollarninki qiymatini Amerika tushasa, Xitoyning qo'lidagi dollarmi muz erib ketgandek eriydi. Bununla karşılıklı iki taraf birbirini tamponlaştırdıgan güçküme igen. İkincisi, Xitay bütün dünya bile ticaret var. Nurgun devletler için Xitay birinci ticaret şerigi. Xitay'dan ayrılamagandek, yani Xitay'nınki iktisadi ve ticari bazardan ayrılamagandek, Xitay bile buluvatkan münasebetini mi bozuşunu xalamayvadıdı. Misalga Müslüman devletler muşu cetten Xitay bilen yakınlaşının sebebi muşlandı. Menfaat var çünkü. Yani Garip devletine hemmisini kozgandırıp Xitayga bir pul muamelesinin cezasını bireylediyse kançı devlet egişidir misalga hazır. Avrupa devletler hazır Amerika ile arasında nurgun ziddiyetleme var. Mana bugünlerde Münih'te xalqaro xavfsizlik yig'ini ichilyotidi. Bu maqatimki yig'inga Amerika prezident yardımcısına evetmedi mesela. Tashqi ishlar ministrini evetgan bo'ldi. Yani seviyesine tushadi. Bu yig'inda Amerikanınki ilib borgan siyosati dunyoga qanday ziyon keltiryotidi degan yig'inlarni müzakere kılıvadıdı. Şununla Xitayga karşı müştak kılaylı dese kançı devlet egişidir Amerika'ya. Onundan başka Amerika Xitayga müşücetten bir pul muamelesi cezasını bergen vaxtıda Amerika Xitay arasındaki iktisat ticaretke ziyan kilidi. Hazır Xitay Amerika arasında bu ticari uruşu, soda uruşu bağdayatımiz. Ama Trump'nınki 2016'dan kinki yani 2017 birinci ayda da bir hesaplasak mı oturdaki mavut Biden'ı çıkırversek mi? Yani hazırgıca Xitay bile şu soda uruşunu uruşup geldi. Ama yıldan yılga iki tarafınınki ticari sumu üst pilvatıdı. Yani 600 milyar dolarlık ticari sumu var. Hem Amerika'ya payda tarafım var, Xitay'a payda tarafım var. Şununla bu pul muamelesi ile Xitay'ını caylaştı bence %100 bir netice alamaydı dep oylayman. Mesela Rusya'ya şundak kıldı. Hem de Rusya'ya karşı keng kölemde ilip vardı. Hoş. Şu pul muamelesi cetti. Ama yine buna hal kılamadı. Yani Rusya yine pulunu tepatıdı, yine malını sitvatıdı. Özününki bir pul muamele sistem bile, Xitay bile, mesela nurgun devletler bile bazı kilişimlerini kılıp özara bir sistemle terakki kıldırışka tırışvatıdı.
Şununla Xitoy bilan ticareti bo'lgan, iqtisodiy munosabati bo'lgan nurg'un davlatlar energiya bo'libmi, shu jihatda u davlatlar ergashmaydi Amerika deb o'ylayman. Ama Amerika'nınki burunma Trump'ma degan nimaga? Xi Jinpingga. Senin şunda Tayvan'a hücum kılıdığan niyetin var mı, işte plan var mı dese onda plan yok degan. Şununla Trump'ma dep kelyapti o Xitoy qilmaydi, Tayvan'a hücum qilmaydi deb. Ama bazı kanunlar bilan qilib bo'ldi. Misalga 1979'ning 4-oyda Amerika'nınki her iki mecliste bir kanun çıkardı. Yani Tayvan bilan münasebet etninamesi. O çıkışqa yaradı. Onun için Reagan, Prezident Reagan'ınki vaqtida mı maxfiy ultimatlik bir kanun nima hüccet nima çıkargan. Hükümet icra kıldı bunu. Onunla ergişip bir qancha şu Tayvan'ı qo'g'daydigan ba'zi moddalarni nim qilib qabul qilib ba'zi vaqtlarda icra qildi, ko'pincha zamonda icra qilmadi. Budaqi siz degan bu qonun agarda senatoda o'tib ketgan taqdirda burunqilar bilan birlikda texmi kuchlanadi. Sebep şu, bu Tayvan'daki xavfsizliğinin qo'g'dashda Amerika'nın yardımı bağ degan gap. Yani Amerika Tayvan'a kural berish, yani bigağı berish. Yalğızla o mutabiye kurallar emas, hücum karakterlik kurallar ve Xitoyninki kural teknolojisi bilan teng tush bo'lgan kurallarni setib berish ve berish. Onundan başka Tayvan özümü bazı kurallarını işlep çıkarvadıdı. Ve Japonya bile ayrım bir münasebet, harbiy jihatdan münasebetlerini ilip bir vadıdı. Şununla bu hazır bu Amerika'nın strateji mutaxassislarınki davatkandık. Tayvan bir tikenlik çoşka degan bir gap vardı. Ma Uyg'ursida demdi. Yani bir xil çoşku var, bu tüşleri nayt qattiqcha. Adam berib tutsa yoki hayvon uni qo'g'lab bo'g'izlayman desa, tikan bet qattiq bo'lg'achqa tiyib ketadi. Tayvanni ashunda haliga aytaylikki, Xitoy uningga hujum qilamisin deydigan bir planlarimi bor. Hozir shu nima Amerikaning kongressindami, Tayvanninki meclisigimi, kongressigimi tavsiya qilyapti. Bu harbiyga xashlaydigan xamchotni planni darhol chiqaringlar deb. Xitoyning niyati yomon debchi. Belki Amerika qurol setish uchun qilyapti deydigan odamlar bo'lishi mumkin, ammo Xitoyninki Tayvan ustidagi tahdidlar borgan sari kuchlanayotdi. Shuningga bu Amerika Tayvanni agarda qonun bilan qo'g'dayman desa, Amerika Tayvanni qo'g'dashda bir mecburiyet, yani qilay ya da qilmay degan tanlash yo'q. Yani qonun bo'lgandan keyin qilishga mecbur. Bu bo'lsa Xitoyning Tayvanga hücum qilishini oldini olish uchun bir nima deymiz, chekindirish, yani Xitoyni keyniga chekindirish jihatda bir foydasi bo'ladi bu qonunlarning. Köpten köp rahmet, kıymetli fikirlerini belirttiğiniz için. Rahmet, Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, şuna kılıp bu haftalık haberimizde müşahede ahırlaştıraylı. Vaziyet benim şundak kitabatıda. İnşallah hayırlık davayımız Şarkı Türkistan halkı için, dünya için hayırlık işlerinin ro'yobga chiqishini umid qilamiz. Shu umid bilan aldığımız gapni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.